Salonchilikda o'rganib, sertifikat olib, shu sertifikat asosida o'zim salon ochmoqchiman. Ishsiz yoki kambag'al oila reyestriga kiritilgan oila a'zolarini 527-sonli qaroriga asosan voucher asosida kasb hunarlarga o'qitilmoqda. Hozirda voucher olib, shu voucher orqali tekinga o'qiyapman. Qizlarni ham o'zim xudo xolasa ishga olmoqchiman. Darslar juda ham zo'r o'tyapti. Imkoniyatlar bor, lekin hammasiga ham inson daromad tufayli mablag' yetmasligi mumkin. Shuning uchun bu yerga voucher orqali keldim. Bepul. Davlatimiz tomonidan voucher asosida kelgan ayol qizlarimiz bilan darsimiz qizg'in ketmoqda. Ushbu harakatlar natijasida viloyatimizda shu kunga qadar 1841 nafar fuqarolardan voucher asosida o'qitildi. To'g'risini aytsam, mana shu yerda faoliyat yuritar ekanman. Mana shu hunarni o'rgating, mana shunday pul topishni menga ham o'rgating deganda, men o'rganish jarayonidagi pullarini, mablag'larini aytsam, juda ko'p insonlar eshikdan qaytib ketar edi. Hozirgi kunda esa bepul voucher asosida o'qib, o'rganib, bepul o'rganayotgan ayollarni o'qitib, o'zim ham juda ham xursand bo'lyapman. Ana shunday qo'llab-quvvatlash natijasida 978 nafardan ortiq fuqarolarni o'z mehnat faoliyatini yo'lga qo'yishga erishildi.